bitta dodda variant sizlarga hozir ko'rsataman boru. Hayron bo'lib qolasizlar. Bunaqa narxdan yo'q bu mahallada narx. Yo'q. Kattalik qilib gapiraman boru. Kattalik qilib gapiraman 215 mingga 504 sotuv. Sizlarga kim topib bera oladi? Sizlar menga aytinglar. Cho'tam aka-ukalar, bitta doda lokatsiya ko'ramiz Salkovskiyda. Если что, Sulton Suyman narigi tarafda. Biz qora binoning yonidan, shunaqa Golden Hill yonidan shunaqa kirib tushamiz tashlay. Ko'chani ko'ryapsizlar? Ko'cha nima deyapti? Mana bu yerda o'q uy nima deyapti? Qo'shnilar takoy zo'r заряженный. Xullas, mana bu yerda fasadimiz где-то 8 ga boradi. Приdomовой zonamiz bor. Planni chizmasi bor. Chizmasini qo'yaman. Mana bu yerda qo'shni ozroq kirib qolgan bo'ldi. Mana bu yerda tekis ketgan oxirgacha. Kimdir kalbasa deyishi mumkin. Menga qaranglar, kalbasa bo'lmaydi bu. Bitta doda hovli o'rtada qurasizlar, orqada letniy kuxnya, zeleная zona, basseyn bo'ladi, oldagida zayezd bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 215 ming narx. Xullas, doda Mirzo Ulug'bek rayoni, Salkovskiyda telefon qilaverasizlar, yana savdolashamiz. Maestroga qarsaklar. Xullas, 504 sotuv, kalkulyatorni ochib hisoblaganda sotuviga 40 ming ham chiqmas ekan. Endi bundan ziyod endi bo'lmaydi-da. Insof sarida kelaveringlar.